Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzu mashg'ulotimiz mavzusi jismoniy sifatlar. Bilamiz, jismoniy tarbiyada 5 ta sifat bor. Shu sifatlarni tarbiyalash metodikasi haqida bugungi mavzu mashg'ulotimizda sizlar bilan gaplashamiz. Demak, jismoniy sifatlar kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va egiluvchanlik metodikasini tarbiyalash. Rejamiz jismoniy sifatlar. Birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz jismoniy sifatlar, ularning mohiyati va uning rivojlanishi. Uchinchi rejamiz tezkorlik sifat va uning rivojlanish uslubiyati va to'rtinchi rejamiz foydalanilgan adabiyotlar. Jismoniy sifatlar. Jismoniy sifatlarni kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilikni tarbiyalash metodikasi. Birinchi mavzumiz kuch qobiliyatini tarbiyalash. Kuch qobiliyatini rivojlantirish darajasini namoyon bo'lishini belgilovchi omillar: tezlik, kuch qobiliyatlari, portlash kuchi, kuch qobiliyatlarini rivojlantirish usuliyati, kuch qobiliyatlarini rivojlantirish vositalari, mushaklarni muvofiqlash haqida tushuncha, mushaklarning o'zaro harakatini belgilovchi omillar, turli mushak guruhlarining kuch qobiliyatini rivojlantirish uchun mashqlari, kuch qobiliyatini rivojlantirish usullari, kuch qobiliyat turlari, ularni rivojlantirish usullari, kuch tarbiyasini uslub hamda vositalari. Inson kuchi deganda tashqi qarshilikni mushak kuchi orqali yengish qobiliyati tushuniladi. Qarshiliklarni yenguvchi ishlarda harakatlarga qarshi yo'naltirilgan kuchlarni belgilab beruvchi ishlarda esa harakat yo'nalishlari bo'yicha ta'sir etuvchi kuchlar qarshilik kuchi hisoblanadi. Maktablardagi o'quvchilar uchun jismoniy tarbiya dasturida birinchi jismoniy sifatlardan boshlanib, bolalarning kuch tayyorgarligi ko'zda tutilgan. Har bir kishi harakatlarni bajarishda muayyan imkoniyatlarga ega. Masalan, u biror bir og'irlikdagi shtangani ko'tara oladi. Qandaydir bir vaqt oralig'ida 1000 metr masofani yugurib o'ta oladi. Bu imkoniyatlar bir qator sifat va miqdor xususiyatlari jihatidan bir-biridan farq qiladigan muayyan harakatlar bilan amalga oshiriladi. Masalan, sprintchi marafonga yugurish organizmga sifat jihatidan boshqa talablar qo'yadi. Turli xil jismoniy harakatlar namoyon etilishini talab qiladi. Kishi harakat qilish imkoniyatlarini ba'zi bir sifatlar namoyon etilishini talab qiladi. Harakatlarni tomonlari kishining jismoniy yoki harakat fazilatlari deb atash qabul qilingan. Odatda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlikka asosiy jismoniy sifatlar deb qaraladi. Kishidagi jismoniy fazilatlarni rivojlanganlik darajasi faqat kishi organlarining funksional, fiziologik imkoniyatlari bilan emas, balki psixik omillar, irodaviy fazilatlar bilan ham belgilanadi. Bu holda irodaviy fazilatlar kishini o'z funksional imkoniyatlarini qanchalik foydalana olish imkoniyatini belgilaydi. Kuch mashqlarini bajarish vaqtida mushaklar 3 xil tartibda ishlashi mumkin. Birinchi, o'z uzunliklarini o'zgartirmay statik izometrik tartib. Ikkinchisi, o'z uzunliklarini kamaytirib qarshiliklarni yenguvchi miometrik tartib. Uchinchisi, uzayib yon beruvchi pliometrik tartib. Masalan, oyoqlar to'g'ri ko'tarilgan vaqtda to'g'ri burchak hosil bo'lganda mushaklar qobiliyatining uchala tartibi uchrashadi. Oyoqlar ko'tarilganda mushak ishi uzunligining kamayishi oyoqlar 90 gradus burchak ostida ushlab turishda statik ish ertalabki holatga qaytib oyoqlarni tushirishga mushaklarni uzayishi deyiladi. Qarshiliklarni yenguvchi, ularga yon beruvchi tartiblarning birlashuvi dinamik tartib deyiladi. O'quvchilar jismoniy tarbiyasida umumiy maxsus kuch tayyorgarligi amalga oshiriladi. Umumiy kuch tayyorgarligi insonning mehnat faoliyatiga tayyorgarligi, jismoniy rivojlanish uchun ahamiyatga ega bo'lgan asosiy mushak guruhlarini uyg'un rivojlanishiga qaratilgan. Maxsus kuch tayyorgarligining maqsadi faoliyatini tanlangan turiga tatbiqan musobaqalashtiruvchi harakat texnikasi bilan muvofiq mushak guruhlari kuchini qo'shilib yuzaga kelishi jismoniy sifatlarni rivojlanishi deyiladi. Jismoniy sifatlar, ularning mohiyati va rivojlantirish. Tarixan mavjud bo'lgan jismoniy tarbiya tizimlariga insonning jismoniy harakat sifatlarining tarbiya olinishiga qarab baho berilgan. Insonning organizmida turli xil darajada shakllangan kuch,
tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, tana bo'g'inlari harakatchanligi va muskullar egiluvchanligi jismoniy sifatlar deb atash qabul qilingan. Inson organizmi shu sifatlari qanday namoyon qila olishiga qarab individual kuchli, chaqqon, tezkor va hokazo deb baho berganlar. Bu sifatlar o'lchovga ega, uning ko'rsatkichlari jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari deb ataladi. Va ko'rsatkichlar orqali individning ijodiy mehnatga, vatan mudofaasiga tayyorgarligi aniqlanadi. Masalan, individ 100 kilogramm og'irlikdagi shtangani yelkaga olib faqat 3 marotaba o'tirib turib olsa, boshqasi shu vazn bilan 5 marotabadan ortiq o'tirib tura olishi mumkin. Shu mashqni 2 marta ortiq bajarganligi uchun ikkinchi o'rtoqning kuch sifati rivojlangan deb baholanadi. Hujayralari va hokazolar rivojlanganligiga bog'liq bo'lmay, ma'naviy, ruhiy fazilatlarga ham bog'liq. Shuning uchun harakat sifatlarini tarbiyalash, ma'naviy ruhiy fazilatlarni tarbiyalash ishi bilan chambarchas bog'liq tarbiyaning shu yo'nalishi vosita bo'lib xizmat qiladi. Chaqqonlik va uni tarbiyalash usuliyati. Harakatlarning koordinatsiyaviy murakkabligi chaqqonlikning birinchi o'lchovidir. Agar harakatlarning fazo, vaqt, kuch xarakteristikalari harakat fazasiga mos bo'lsa, harakat aytarli darajada aniq bo'ladi. Harakat vazifalari harakatning aniqligi tushunchasini keltirib chiqaradi. Chaqqonlikni rivojlantirish usuliyati bilan tanishib chiqsak, birinchidan chaqqonlikni rivojlantirish koordinatsiya jihatda murakkab harakatlarni bajarish, ikkinchidan harakat faoliyatini to'satdan o'zgargan sharoit talablariga muvofiq ravishda qayta tuza olish qobiliyatini tarbiyalashdan iboratdir. Bunda chaqqonlik uchun zarur bo'lgan harakatlarni fazo va aniq idrok etish lozim bo'lsa, stabil harakatlarni qila olish, muvozanat saqlay olish, galma-gal zo'r berish va muskullarni bo'shashtirish yoki aksincha muskullarni taranglashtirib qobiliyati shunga o'xshash boshqa xususiyatlarni tanlab takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Demak, chaqqonlik deganda harakatlar koordinatsiyasining umumiy to'plami, yig'indisi tushuniladi. Amaliyotda qayd qilingan qiyinchiliklarni oson hal qilish uchun asosan jismoniy tarbiya olimi Matveyevning chaqqonlikni tarbiyalash usuliyatlaridan ko'proq foydalanamiz. G'ayritabiiy, g'ayrioddiy dastlabki holatdan foydalanish zarur bo'lgan tomonda orqa bilan turib uzunlikka sakrash va hokazo mashqni oynaga qarab bajarish, diskani chaqqonlik bilan chap qo'l bilan uloqtirish yoki bokschini chap tomonlama turib zarba berishi, harakatlar tezligi va sur'atning o'zgarishi, masalan, tezlashtirilgan usulda yoki sekinlashtirilgan usulda mashqlar bajarish, harakatlar tezligi va sur'atni o'zgartirish, fazoda mashqlar bajarayotganda chegaralarni o'zgartirish, masalan, uloqtirishda snaryadlarni kichiklashtirilgan aylanaga uloqtirish, maydonni sathi kichkinalashtirilgan sport o'yinlaridan foydalanish, chunki keng maydon tor maydonga nisbatan chaqqonlikni talab qiladi. Qulaylik tug'dirmaydi. U sportchiga qulaylik tug'dirmaydi. Balandlikka to'g'ri usul bilan orqalachasiga oldi, yonlama, aylanib yugurish, sakrash va hokazolar. Qo'shimcha harakatlar kiritish, mashqlarni murakkablashtirish, masalan, yerga tushish oldidan qo'shimcha burilishlar, qo'shib tayanib sakrashlar. Tanish mashqlarni oldindan rejalashtirmay, ma'lum bo'lgan vaqtda qo'shib bajarish, masalan, gimnastik kombinatsiyalarini ko'rgan holatda o'sha zahoti bajarish musobaqalar shunga o'xshashlar va guruhda bo'lib bajariladigan mashqlar shug'ullanuvchilarning bir-biriga ko'rsatilgan qarshiliklarni o'zgartirish, masalan, harakatlarda turli taktik kombinatsiyalarni qo'llash, mashqlarni bajarishda tez-tez sheriklarni o'zgartirish. Bu ham ko'p jismoniy tarbiyada o'sha qiyinchiliklarni yenga olishda bizga yordam beradigan mashqlar hisoblanadi. Chaqqonlik uni tarbiyalash uchun mana quyidagi rasmdagi mashqlarga nazar solamiz. Mana insonlarning chaqqonlikka oid harakatni tezlashtiruvchi mashqlar ushbu rasmlarda ko'rsatilgan. Chidamlilikni rivojlantirish metodikasi. Endi keyingi jismoniy sifatimiz muskul ishi faoliyatida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish davomida charchoqqa qarshilik ko'rsatish darajasi chidamlilik sifati deb ataladi. Jismoniy mehnat, sport faoliyati bajarayotganda kishi asosiy o'z faoliyatini davom ettirishi qiyinlashayotganini sezadi.
ter quyilib oqa boshlaydi, yuzida qizillik uchraydi, rangi o'zgaradi, muskullari horg'inlik sezadi, harakat koordinatsiyasi, harakat texnikasi tarkibidagi elementlarni bajara olish ketma-ketligi buziladi, nafas olish ritmi chuqurligi o'zgaradi. Bajaradigan harakat tarkibida qo'shimcha keraksiz harakatlar paydo bo'ladi, qo'shilib qoladi. Bunga asosan organizmga kelayotgan bu charchash qobiliyati, ya'ni chidab o'sha charchash qobiliyati organizmga kelayotgan charchash qobiliyati namoyon bo'ladi. Bunda asosan organizmga kechayotgan fiziologik, biokimik, biomexanik o'zgarishlar sabab bo'ladi. Faoliyatni davom ettirish esa ruhiy, irodaviy boshqa fazilatlar evaziga bajariladi. Bunday holatlar kompensasiya charchoq fazasi deyiladi. Chidamlikni rivojlantirish, mehnat sevarlikni, katta nagruskalarga, shuningdek nihoyatda horg'inlik hissiga bardosh berishga tayyor turishni jismoniy tarbiyalash bilan olib boriladi. Sportchi mashg'ulotga o'zini ozmi ko'pmi chaqqon his qilsagina ularda chidamlilik ortib boradi. Bu esa tashqi tomondan chidamlilikni ortib borishida namoyon bo'ladi. Moslashuv, o'zgaruvchanlik, qay maqsadda qaratilganligi, mashg'ulotlar yuklamalar natijasida organizmdagi javob reaksiyasi xarakterli darajasi bilan belgilanadi. Chidamlilik sifatini shakllantirish. Mana tezkorlik sifatida uni rivojlantirish usuliyati. Tezkorlik deganda individ harakatlarini tezlik xarakteristikasi, asosan harakat rekreatsiyasi vaqtini belgilovchi funksional xususiyatlarining kompleksi tushuniladi. Tezlikning namoyon bo'lishida 3 ta asosiy shakli bor. Yakka harakat tezligi, kichik tashqi qarshilikni yengish bilan, ikkinchisi harakatlar chastotasi hamda uchinchisi harakatlar rekreatsiyasi tezligi, yashirin latent davri bilan. Shuning bilan bugungi mavzu mashg'ulotimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.